Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Aziz aka-ukalar, hurmatli hamkasblar, sizlarni yana bir bor yangi video roligimda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Do'stlar, sizlar bilan men Anvar Isroilov Uztaksi kanalda kim yangi bo'lsa albatta xush kelibsiz deb qolaman va kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Do'stlar, biz sizlar bilan bugun Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida Yandex.Go'da biznes tarifida ish faoliyatini olib boramiz va ko'ramiz bugungi ish jarayonida qanaqa zakazlar, qanaqa interesli holatlar bo'ladi va qancha ishlaymiz shu haqida ma'lumot berib boramiz. Albatta video qiziq bo'lsa o'tkazmasdan ko'rib borsanglar, xudo xolasa sizlarga kerakli qiziqli ma'lumotlarni berib boramiz. Shunday o'zingizlarga fikr qildirishinglar uchun, misol uchun komfort plusda, komfortda, ekonomda yurgan akalarimizga bu juda ham qiziq deb o'ylayman. O'shaning uchun bu videolarni qo'yib boramiz. Xudo xolasa biz hali ish jarayonini boshlamadik, endi xudo xohlasa boshlaymiz. Hozir mashinani qizdirish jarayonidamiz. Xudo xohlasa bir qator hozir taksometrlarni ko'rsatib o'taman, mashinani bir qator tekshiramiz, hamma yog'ini suv, nimalar bor yo'qligini va shu bilan ishni boshlaymiz, akalar. Yo, bismillah. Xudo xohlasa taksometrdan boshlasak, mana bugun 29-aprel haftaning seshanba kuni. Biz parkingdamiz, internet ishlamayapti. Soatimiz ko'rayotganlaringdek 11:12 mana bu yoqda ham shunaqa. Mashinamiz Hyundai avtomobili do'stlar. Biz mana hozir parkingda kecha yuvib olib qo'yganmiz. Bir qator tashqi ko'rinishini ham ko'rsatib o'taman. Mashinamiz zavat bo'lib turibdi. Mana shu parkingda turadi mashina. Xullas, hozir bir qator orqalarni ko'ramiz. Suvlarimiz bormi, yo'qmi? Bu yoqda bor, mana orqa salonimiz. U yoqda yo'q ekan mana suv. Keyin podlokotnik tushirib qo'yamiz va bunday qilib mana mashinamizda polni ichi bu yoqda suv bor, mana bu vajin salfetkalarimiz bor. Hozir endi bagajdan suv olamiz. Mana bu kapyatni korpi, detis kreslon turibdi. Booster bu yoqda. Mana zont troslarimiz ham bor. Passajirlarni tutib olgani suvlarimiz mana 3 ta qopda yana zapas olib qo'yishimiz kerak. Bir qator va xolasa mana bu yerga qo'yib qo'yamiz suvni. Akalar, mashinamiz yuvilgan, toza, lekin tashqarida yomg'ir yoqqan. Hozir bir pasda orqa ko'rinishi rasvo bo'ladi. Xullas, sizlarga omad, yaxshi kayfiyat kun davomida akalar. Biz esa xudo xolasa parkingdan chiqamizda ishni boshlaymiz. Akalar, birinchi zakazimizni tugatamiz. Aeroport Pulkovaga keldik. Poplatniy 750 rubl и poplatniy 1ga 2424 rubl. Aeroport Pulkovaga tushirdik. Tarif biznes akalar. Ishda davom etamiz. Akalar, zakazimizni tugatamiz. 26 daqiqada Moskovskiy rayondan Vasilievskiy ostrovga keldik. Улица Beringaga babushka bilan dedushkani olib keldik. O'ng tarafda kladbishi, o'zimiz tilda aytganda qabristonga olib keldik. Ziyorat qilgani kelishibdi. O'g'li zakaz qilib bergan. Xullas, normalniy. За 26 minut 1800 qanchadir ham kerak. 86 midi. Akalar, ishda davom etamiz, xudo xolasa. Dalshi kuzatib tursanglar. Akalar, hozir yana zakaz ushladik. Boya olib kelgan zakazimiz обратный Moskovskiy rayonga. Kaysent bilan berdi. 23 kilometr 30 minut. Poplatniy. Ramz va akalar, nechta bo'lar ekan? 1.23 Kaysent plus poplatniy. Посмотрим, сколько будет deydi. Bu o'sha babushka bilan dedushkani hozir kladbishidan qaytarib olib ketamiz akalar. Akalar, hozir boyagi zakaz olib tashladik. Mana Beringadan Yuriy Gagaringa keldik. 1684 ga 5184 rublga olib tashladik babushka bilan dedushkani. Endi bundan komissiya oladi. Albatta, xudo xolasa. Zavest qilayotganimda olmoqchi edim videoni. Tepa xayolda videoni bosdim debman. Kimda kirib qarasam video olinmabdi, o'shaning uchun qaytadan sizlar uchun videoga olib qo'ydik. Akalar, bizni kuzatishda davom etinglar.
Bundan da qiziqarli zakazlarni ko'rsatishga harakat qilaman. Akalar 18-19 daqiqada tugatamiz zakazimizni. Yana bir очередной zakaz. 500 rubl. 500 rubl platka. Hayron qolayotgandirsizlar, nima bu faqat platkada yurami deb. 1657 rubl 20 minutga. Вежливый пассажир. Samostoятельный. Mana shunaqa akalar, gazoim deydi. Tushungan tushundi. Nimaga faqat platkada, tushunmagan bu sekret deydi. No, sekret emas, bu ham bir nima deydi, har bir ishda san'at asarlari bo'lganday, bizda ham ishimizda o'z sir asrorlari bor-da, oz-ozdan shunga yarasha deydi akalar. Hammaga omad, yaxshi kayfiyat. Akalar yana Pulkovaga keldik, xudo xolasa, ko'ryapsizlar, 29 daqiqada Открой двери самостоятельно, summani qaranglar, 1999 so'm. Tarif biznes akalar. Har doimgidek 500 rubl. Platni общий 1999 rubl. 5 ta yulduzchani bosamiz. O'zi ochib tushdi, o'zi o'tirdi. Xullas, akalar, biz aeroport Pulkovada hozir bir ochrat kirib ko'ramiz. Ochratga kirib, agar ko'p kutish kerak bo'lmasa, harakat qilamiz. Bir yaxshi zakaz ushlagani. Bo'lmasa chiqib ketib, Moskovskiy rayonida olamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar akalar. Peterda pagoda. Облачный deydimi, nima deydi? Xullas shunaqa. Akalar, Pulkovadan sekin chiqib ketyapmiz. Qarochi ocharatga bir kirib ko'rdik. Xullas 1 soat kutasan deydi biznesda. Мы не будем ждать dedik. 1 soat kutmaymiz, sekin Moskovskiga chiqamiz. Bizda smena bor-ku, покупка. Aeroportga o'tmaydi. O'shaning hisobiga sekin chiqib ketyapmiz. Zimma. Aeroport Pulkova, mana parkovka chap tarafda, taksistlar parkovkasi. Xullas shunaqa. Akalar, yana aeroport Pulkovaga keldik, 22 daqiqa. Bu safar Poplatni emas, shahardan olib keldik 1200 rublga. Xullas, Moskovskiy prospektdan keldik. Metro elektrosiyani oldidan akalar. Endi ko'ramiz ochiratga kirib yana. Посмотрим deydi akalar. Akalar, zakazimizni tugatamiz. Aeroport Pulkovadan Petrogradga keldik. 37 daqiqa. Buni qaranglar, Platniy doroga, joningdan akang. 1000 rubl. Oxiri nima deyapti akalar? Bunday qilamiz. 5 звезд. 3452 rubl. Jирный zakaz. Kayfiyatni ko'taradi mana shunaqa zakazlar, akalar. Nima deydilar, qarang tushdi Peterda ham. Mana shunaqa zakazlardan berib tursa, zo'r bo'ladi. Biznes rolet deydi, brat deydi, akalar. Hammaga omad. Akalar, karatish zakaz tushiramiz. 6-7 daqiqada Bogaterskiy 490 rubl. 4 tasini olib keldik. 4 tasi chiqib o'tirib oldi. Ketyapti uni. Mashina kir bo'lib ketgan, lekinchi aholiga qarab bo'lmaydi yomg'irligiga. Akalar, zakaz tugatamiz. 22 daqiqa Dachniy prospektga keldik. Yana bir bor 750 rubl platka va общий 2030 rubl. Biz esa ishimizda davom etamiz. Dachniy prospektdan dvorlar ichida endi mana nimalar, o'tlar ko'klamzor bo'lib boshladi. Akalar, zakazimizni tugatamiz. Почти 14 daqiqa. Tarif biznes. Xullas tugatdik. O'sha 30-aprelga o'tdi akalar. Ko'rib turganingizdek. Soat menlarimiz 12 dan 07 daqiqa o'tdi. Hali ishlaymiz, smenamiz bor. Bichidan keyin to'g'ri qilamiz. Akalar, zakaz tugatamiz 9 daqiqada. Почти 10 daqiqa desak ham bo'ladi. 902 rubl. 5 звезд. Yaxshi klient ekan. O'zi o'tirib, o'zi tushib ketdi. Aeroportga haydaymiz biz. Aeroport yonishini ko'ryapsizlar. Tashlab olmasam, yaxshi kayfiyatni olib chiqib ketishimiz kerak.
Aziz aka-ukalar, mana bugungi ish kunimiz ham o'z nihoyasiga yetdi, tugatamiz va nihoyat ko'ramiz rezultatlar qanaqa bo'ladi. Rezultatlarni ko'rsatishdan oldin akalar, o'z taksi gruppamiz bor, Telegram gruppa. Kimda kim qiziquvchilar, xohlovchilar bo'lsa, o'sha gruppada o'zim ham bor. Ochiq gruppa, bemalol muloqot qilsak bo'ladi. Gruppamiz silkasini zakrepleniy kommentariyada qoldiraman. O'z taksi gruppasi Telegramda bemalol o'tishinglar mumkin. Endi qiziqqanlar va rezultatlarga keladigan bo'lsak akalar, hozir ko'rsataman sizlarga. Ko'rib turganingizda mana 29-kunga 14900, 12 dan keyin mana aprel 900, общий 15800. Mana kecha 20 dushanba kuni 12000 ishlaganmiz. Bu yog'ini ko'rsatib qo'ymay. O'ta xafa akalar, o'sha aytganimdek taksida har doim ish bir xil bo'lavermaydi degan gapim dalili bo'lsin. Har doim ish bir xil bo'lmaydi, ko'ryapsizlarmi? Воскресенье bu yoqda, tem более shanba, juma kunlarida ish bo'ladigan kunlarda aytaman, men o'zim ishga chiqa olmadim. Ayrim sabablarga ko'ra, bir kun bir ishim chiqdi, bir kun yana bir ish chiqdi, falokat bo'lib, bir nimalar bo'lib, xullas ishga chiqa olmadik. Lekin o'shani aytmoqchimanki, taksida har doim bir xil bo'lavermaydi. Buni taksi shaklida juda yaxshi biladi. Misol uchun bir kun zo'r bo'lsa, bir kun bo'lmasligi ham ko'ryapsizlar. Даже 6800 ishlagan kunim bo'lgan. Bu degan arenda bilan benzinga chiqqan xolos. Ben 7500 ishlagan kunim bor. Даже 8900 so'm ishlagan kunim bor. Xullas, akalar, taksida har kun har xil. O'shaning uchun bir kunlik dohodga qarab mashina olib yoki falon pulga xarajat qilishinglarni so'ramasdim. Birinchi ishlab ko'rish kerak. Bu ham bir Allohning rizqi, nasibasi. O'sha kunga nimadir ishingiz chiqib qoladi-da, o'sha ishni qilishingiz kerak bo'ladi va taksida o'sha siz xohlagan daromad bo'lmaydi. O'shaning uchun bugun bizda общий 15800 bo'ldi akalar. 15800 dan mashinamiz arendasi 5000, 2000 benzinga chiqarsak, 1000 rubl yeb ichganga chiqarsak 8000. 8000 da shunday ayirib tashlaymiz. 7800 rubl chesta qolyapti bizni ikkitamizga bugunga. Lekin boshqa kunlardagi ham har xil ko'ryapsizlar, o'ynab ketyapti. O'shaning uchun akalar, Alloh barakasini bersin deymiz. O'zbek so'miga bu opshini hisoblasak, где-то akalar, agar gryazni hisoblasak, o'zbek so'miga где-то adashmasam dollarga aytayin, dollarga chaqolaverasizlar. 15000, 16000 bo'lsa, где-то 180 dollarlar bo'lyapti. Общий gryazny so'mgacha qolaverasizlar akalar. Xullas shunaqa, hammaga omad, yaxshi kayfiyat, sog'lik, salomatlik. Biz endi hozir aeroportdan ham zakaz ola olmadik. To'g'ri Kamendagi Papavatni haydaymiz va borib moyka qilib uyga kirgancha ham где-то kechasi 3 dan o'tib ketsa kerak. Videorolik yoqqan bo'lsa, albatta like, kommentariyaga o'z fikringizni qoldiringlar akalar va keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr deyman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videoda qanaqadir kamchilik bo'lgan bo'lsa, uzr so'raymiz har doim. Charchamanglar.